Kuni bo'yi shunaqa jahl qilib o'tirmoqchimisiz? Janjalni sen boshlayapsan, onasi men emas. Oilada tortishuv bo'lsa, birinchi bo'lib ayol kishi uzr so'rashi shartmi? To'g'ri, har bir oilada tortishuv bo'ladi. Lekin hammasida ham kechirim uchun birinchi qadamni ayol kishi tashlashi shart emas-ku. Erkak gapirishni xohlamasa-chi? Oilani saqlab turish faqat ayol kishiga bog'liq emas. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ayol kishi haqiqat haqida gap boshlasa, erkak kishi qochaverar ekan-a? Gapirish navbati mendami? Gapirib bo'lganimdan keyin yostiqni qo'lingga olasan. Gapirib bo'lganimdan keyin. Sabab besabab kechirim so'rayversa, erkakni erkakligi qoladimi? Erkak vaziyatni jimlik bilan nazorat qiladi. Ayoliga qilgan kichik hazillarida, ro'zg'orida, ishdan charchagan tanasida bor uni kechirimi. Sen oilamizni ehtiros bilan boshqarmoqchisan, men esa jimlik bilan. Shunda ikki qo'ldan chiqadimi qarz? Jufti halolini sevish so'zda emas, yurakda bo'ladi. Undan so'rachi. Bu yurak halolisiz bir kun bo'lsa ham yashay olarmikin? Endi esa yostiqni och. So'zlaymi? Bajaraymi?